Rus murojaati va Kurstomizga yo'llangan murojaat yuzasidan biz Qo'yi Xo'jasoat mahallasiga yetib keldik. Aholining aytishicha, ilgari mana shu hozirgi ko'p qavatli uy qurilayotgan yer jarlik bo'lgan. Keyinchalik aholi tomonidan har xil zavodlarning chiqindilarini olib kelib to'ldirishgan ekan. Hozirda esa bu yerdan ko'p qavatli uy qurilmoqda. Murojaatchilarning aytishicha, qurilishdan norozi bo'lib, shikoyat qilmagan tashkiloti xat yo'llamagan, mas'uli qolmagan ekan. 89-yildan beri shu yerda yashayman. Mana bu yerdan qurilish qilayotganda katlaman qozilgan edi avval, mumkin emas. Qumlik yer deb ko'p qavatli imorat mumkin emas edi, lekin qurdi. Derazasini hovlima qarab qurdi. Mana 6 metr tashab yana bitta dom qurdi. Buni ham derazalari hovlima qaragan. Endi bu yerdan 12 etajli quryapti. Buni ham hovlisi. Na kelinim hovliga chiqiladi, na o'zim, na bu yetgan nabiralarim birontamiz hovlida yura olmaymiz. Bu nima degan gap? Qayerga murojaat qilsak, hammasi foydasi yo'q murojaat qilgan. Portalgacha ham yozdik. Portal ham bularga yubordi. Hamma joyda bular odamlari. Hech kimning kuchi yetmayotgan. Qani kim xalqqa himoya qiladigan odam bormi o'zi, yo'qmi o'zi? Bizlar butun azob ediki, butun bitta yashasha o'zi nimamiz qolmadi. Bizlardan rozilik olish kerak edi birinchidan. Bu bizlar hovlimizni joyida katta anaqa ko'p qavatli imorat deb chizdirib, qo'l qo'ydirib, o'zi qanaqa dokument tayyorlagan men bilmayman. Ana shu dokumentlar bilan qurilish qilyapti. Birinchidan bu yoqda qo'maydi shunday. Uni krasный двигатель musori bilan jarliga to'ldirilgan edi. Necha mashin bu yerdan musorni chiqarib, qayerdandir turpoq olib kelib ustini yopib, anaqa maxinatsiya qilib, ana nimada ekspertizadan o'tkazdimi, boshqasidan o'tkazdimi qurilish qilyapti. Bularga hech kimning kuchi yetmaydi. Kim bironta bu qancha anaqalar tarafini olish fuqarolar tarafini oladigan bormi yo'qmi, bularga kuchi yetadigan bormi yo'qmi? Murojaat qildik barcha tashkilotlarga, qurilish bosh boshqarmasiga murojaat qildik, GASinga murojaat qildik, viloyat prokuraturasiga murojaat qildik, viloyat hokimligiga murojaat qildik. Hamma bir-biriga yo'naltiryapti javoblarni. Hech kim muhokama qilib hujjatlarni ko'rib, qaysi asosga ko'ra hozir mana shu ko'p qavatli uylar qurilayotganligiga hech qanaqa asos topib berisha olmayapti. Bergan hujjatlari bir-biriga zid bo'lib chiqyapti. Mana bizga taqdim qilyapti. 2017-yilda hokim qarori bilan ko'p qavatliga ruxsat berilgan degan taqdim qilishdi. Biroq 2017-yilda 1700 kvadrat metrga ruxsat berilgan. Mana hozir hokim qarorini shu joyini aynan ko'rsatib beraman. Demak, o'sha kvadratgagina faqat ruxsat berilgan. Tak, 17.000 kvadratga ruxsat berilganligi ko'rsatib o'tilgan. Bugungi kunda esa qurilish 31.083 kvadrat metrda tashkil etgan. Ekspertizadan 31.000 ga o'tib ketgan. Qanaqa qilib maydon kengaygan o'zidan. Topshirishgan o'zi. Yo'q, topshirishmagan, mana qurilyapti, lekin ekspertiza qilib qo'yishgan. Mana shu 31.000 ga ekspertiza qilishgan. Ekspertiza asoslanganda 17-yildagi hokim qarorini asos qilib olyapti. Unda maydon kichkina-ku. Bugungi kunda maydon 2 baravarga ko'paygan. Menimcha mana bu bitta ikkita domni bilan ekspertizadan o'tkazgan aslida. Hokim qarorida bitta yo mana ikkita domga bergan bo'lsa ham, shuni o'rganib chiqadigan biror bir tashkilot kelib joyida o'rganib chiqmayapti. Bugungi kunda mana bular o'shaning ishiga qo'shib yuborilgan, ruxsatsiz. Undan tashqari, ART hujjatlarini ko'tarsak, ART hujjatlarida ham o'rta qavatliga ruxsat berilganligi yozib qo'yilgan. Bugungi kunda 12 qavatli qurilyapti. 12 qavatli, o'rta qavatli emas-ku. Bizlarning uylari Bundan 5-6 yil oldin bu yerga chegaradosh hududda ikkita ko'p qavatli uy qurilgan, ammo aholi uchun qulayliklar mavjud emas, deyishmoqda suhbatdoshlarimiz. Mana shu domda yashaymiz. 5 yildan beri yashayman. 5 yildan beri bu stroykalar ketyapti. Hamma joy changda yashab bo'lmaydi. Stoyanka yo'q. Mashina qo'yishga hamma urush qiladi bir-biri bilan. Necha marta aytdik. Mana bu детский plashatkamizni eskidan qolgan. Bachchalar temir ana nimalarga o'ynaydi-da. Endi shunga qarash kerak-ku, uyni topshirgan paytda kim qabul qilib olgan buni? Na plashatka bor, na stoyanka bor. Mana bu yerda yangi, mana bu yerda eski domlar turibdi, nima uylar turibdi. Bu uylarni yoniga mana bu etajni quribdi, 12 etajni. Uylar ko'rinadi-ku, bu yerda yashaydigan aholi bor. 3-etaj mana shu yerda yashayman. Men olganimdan pushaymon uka. Bekor oltma shu janjolxonani. Birinchi bu yerda o'g'ilxona edi, o'g'ilni bir balo qilib nima qildik. Mana endi hozir mana bu yerda mana qarang, hozir qurilish chang to'palang. Buni qilgancha bitta stoyanka qilsin, детский plashatka qilsin.
ana detsat bo'lsin bu yerda. Mana qariyalarga yaxshigina bog'chalar bo'lsin. Bu nima gap bu? Men kelganimdan pushaymon. Bironta olsa shuni sotib ketaydim men bu yerda. Eng qizig'i, aholi o'ziga tegishli bo'lgan xonadonlarda qayta rekonstruksiya ishlarini amalga oshira olmayotgan ekan. Bizni hayron qoldirgan jihati fuqaro o'z xonadonidan uy qura olmayapti. Bir qavat bo'lsa ham. Chunki arxitekturani aytishicha, quruvchi qo'shnisidan hovlisini o'zining proyektini ichiga kirgizib olgan emish. Qurilish qilishim kerak, arxitektura ruxsat bermayapti. Chunki bu domchilar hamma joyni egallab olgan, gen planga ko'rsatgani uchun bizlarga ruxsat berilmayapti. O'z hovlimdan o'zim qurilish qila olmayapman. 10 metrdan qurib. Ha, 10 metr. Yuz birov proyektga kirgan ekanmi? Ha, mana shu bizlar ketdik arxitekturaga, nima uchun ruxsat bermayapsizlar bizlarga qurilishga desam, mana shu domchilar deydi. O'zini gen planiga ko'rsatib olgan, qachonki domni gen plandan chiqarsangiz, keyin sizga ruxsat beriladi deydi. Men imorat qilmoqchiman, tomlarim ochiq. Yopolmayapman mana shular dastidan. Bizlar hamma joyga murojaat qilyapmiz, bizlar hech kim ko'rib chiqa olmayapti ishlar bizni. Men ham o'g'limni o'ylantirishim kerak. Men ham nimada u? Xo'jayinim olamdan o'tib ketgan, ikkita o'g'lim bor. Uy-joy qilishim kerak. Kam-kam tiyin yig'ib imorat qilishga ruxsat berilmayapti. Nima uchun bularga 12 etaj, 9 etaj qurilishga ruxsat beriladi-yu, bizlar o'z hovlimizdan bizlar uy-joy qurishga ruxsat berilmadi. Bu bo'yicha mana fuqarolarimiz 3 ta xonadon bor edi. Shu 3 ta xonadon bo'yicha bular hamma joyga murojaat qildi, ko'p joylar chiqdilar. Men shu quruvchim o'zi bilan gaplashganda, u hamma dokumentim bor deb dokumentlarni ko'rgazgan edi. Dokumentda haqiqatan mana bular ham hovlisida o'zi qonun unaqa bo'yicha bular bilan kelishib hovlini olish kerak edi. Keyin qurish kerak edimi? Yo'q, biz hech qachon Yo'q, uni gen planida hozir chizilgan turibdi-ki, birinchisidagi dom turibdi. Ha, roziligi olinmagan. Bular roziligini olib, bular rozi qilib keyin qurish mumkin edi-da. Lekin hozir bular roziligi, men uni chaqirib gapirgan, bular bari sotimda, men bilaman bular eski odamlar. Bular sotim deganimda, biz sotmasa bu yoqni bo'ynaga 3 ta dom tushish kerak edi, bu tomonda 2 ta edi, bu yerda 2 ta edi rasmda, yo'q 3 ta edi, 2 ta edi, bu yerda 2 ta edi bu tomonda. Bular yo'q berimiz degani, biz bu yoqni qoldirib, bu yoqni olamiz deb qo'lda hamma dokumentlarni ko'rsatgan edi. Hokimiyatdan nima bo'lgan, tasdiqlangan dokumentlarni ko'rsatgan edi. Keyin men aytdim, baribir hovli odamlar bilan kelishishing kerak, bular bilan kelishmasang iloji yo'qdir, chunki bular hovlisi oyna bo'lib qolibdi-da. Shu proyekt imzolanayotgan vaqtda mahalla tomonidan tanib chiqilganmi hujjatlar? Yo'q, biz qo'l qo'ygan biz emas, biz chunki bu yer mana bu bizari mahalla hududimiz mana shunda tugaydi. Bu bizlarga qaramaydi. Bu yer bizlarniki emas. Bizlar mahalla hududimiz mana bu imoratlar tagi bizlarga. Bu yoq o'zi bularniki, boshqa hududga. Endi qo'yi xo'ja soat mahallasiga qaramaydi bu tomon. Mana bu bizlarniki, bu bizlarniki emas. Mana bunaqasiga pastdan mamlakatga bu hali noma'lum kimni yerligi, qaysi mahallaga qaraydi, Hovuz Sherozganmi, Sadi Sherozganmi yoki Botir Zokiyevga qaraydimi, hali noma'lum kimni yerligi noma'lum. Mahalla kesimda bu bizlarniki emas. Hozir aholi aytishyapti, ilgari bu yerda jarlik edi. Avvallari jarlik, mana bizdan qarasangiz, u tomonlar polni jarlik, bular to'ldirilganda birlar, to'ldirilgan tosh bilan, turpoq bilan, musor bilan, krasidagi yetil nimalar bilan shunaqa to'ldirilgan edi. Lekin mana bular tozalab olgan o'xshabdi, yoki bu tomondan ham ko'rdik-da bizlarga bu yana shunaqa qoldiqlar bor ekan-ki. Lekin yer bizlarniki emas, mana bu yer bizlarniki. Endi bular ham tushunsa bo'ladi, chunki oyna bo'lib qolibdi-da. Oyna bo'lib qolibdi. 10 metrgina, 12 dan turibdi. Endi davlat standartlarida qanday ko'rsatilgan, qanday nima qilingan, buni bir ko'rib chiqish kerak-da. 10 metr menimcha mumkin bo'lmasa kerak deb o'ylab bu. Lekin men bundan xabarim yo'q. Davlat standartlari bo'yicha o'zingiz ko'rib qilishingiz mumkin. Biz murojaat manziliga chaqirgan mutaxassislarning aytishicha, qurilishlarni amalga oshirish uchun qo'shnilar roziligi shart emas ekan. Murojaat bo'yicha o'rganganmiz necha marta. 2-3 marta o'rganganmiz. Bu yerda 2021-yil bizlardan ro'yxatdan o'tgan, qurilish inspeksiyadan 2021-yil ro'yxatdan Korxona. Qaysi? Nabiyev Stroy. Nabiyev Stroy tashkiloti ko'p qavatli turar joy binosini qurishga ruxsat olingan. Bu yerda gen plan tasdiqlangan gen plan, tasdiqlangan fasadi bor. O'sha tasdiqlangan gen plan bo'yicha hozir qurilish ishlari davom etyapti. Bular oraliq masofasi hamma narsasi talablarga javob beradi. Schengen norma qoidalariga to'g'ri keladi. Bular ko'rsatadigan tomonda hech qanday deraza qo'yilmagan. Xohlasa oraliq masofasini o'tgan safar o'lchab ko'rsatib bergan. Hozir geplaringizda bular xonadonlar bormi? Ko'rsatib bera olasiz. Gen plan mana bunda joylashgan. Hozir bu kishilar norozi bo'layotgan, mana shu etapida norozi bo'lyapti. Yo'q, shu gen plan aholi xonadonlari bormi? Yo'q, aholi xonadonlari yo'q. Bilsangiz, u paytlar umumiy gen plan tasdiqlangan. Bironta massiv qilingan vaqtda umumiy gen plan tasdiqlangan. Agar bularni roziligini olsa, bularni joyini snos qilib qurib ketaverishi mumkin. Mumkin bo'lganda, avvalda shunaqa tasdiqlangan.
o'sha tasdiqlangan bo'yicha hozir bularda ro'yxatda bizlardan ro'yxatdan o'tganda faqat mana bu qismigacha ekspertizasi hamma hujjatlari bor. Mana bu qismiga hali qurilishni rejalashtirilmagan. Faqat game planga tushirilgan. Bu bizlardan ro'yxatdan o'tmagan qism. Faqatgina mana bu qismingizda aholi xonadonlar turibdi. mana shu qismida turibmiz. Mana bu ikkita qavat deyapsiz-ku. Ikkita blogi. 11-12 qurilishda aholi xonadonlaridan ruxsat olish shart emasmi? Yo'q. Endi u paytlar ruxsat olishga hozirgi amaldagi shenkada hech qanday ruxsat olish degan narsa yo'q. Agar talablarga javob shenka norma qoidalariga to'g'ri keladigan bo'lsa, ruxsat olish mumkin shart emas. Shenka normalarga axir oraliq masofa qancha qoladi? Oraliq masofasi ikkita binoni balandligidan kelib chiqadi. Men o'lchab tushuntirib berganman. Mana o'zimda shenkalarim hamma narsasi bor. Men chiqarib kelganman. Mana hozirgi buni tushgan joyi. Mana hozir mana bu domni hozir quriladigan domni joyi mana qizil o'zim belgilab qo'yibman. Kartadan olganman. Bu aholining joyi bo'lib o'tgan bo'lsa. Tak. Bittasi 9 qavat, bittasi 12 qavat bo'lyaptimi hozir? Bittasi 9 qavat, bittasi 12 qavat. Mana bu yerda bizlarda shenka bor. O'sha shenka bo'lsa, o'tgan safar ham hisoblab ko'rsatib berganman. Hamma narsasi to'g'ri keladi. Endi agar bu kishilarniki ya'ni mana bu qismiga to'g'ri kelishi mumkin. Bu yerda ko'ryapsiz, mana bu tomon bu binoni derazasi bor deyapti. Mana bu derazasi yo'q qismi. Derazasi yo'q. Mana yangi quriladigan umumiy katta domimiz. Mana aholining uyi deb oladigan bo'lgan taqdirimizda ham buni hisoblasak 20 metr oralig'ida chiqish kerak. Uyigacha, ya'ni devorigacha emas. Agar devorigacha oladigan bo'lsak, 12 metr bo'lsa yetadi. 12 metrda bu yoqda qurishi mumkin. Zabori bo'lsa qurishi mumkin. Zaborigacha bo'lgan masofasi 12 metr chiqsa bo'ladi. Chunki deganda bu yerda u yashaydigan xonadoni yo'q. Ya'ni yashaydigan Hozir bu ichkari. xonaka. Yo'q, bu yerda xona derazasi yo'q. Derazasi bo'lsa boshqacha, derazasi bo'lmasa boshqacha hisoblanadi. Deraza uyni ichiga qaragan bo'lish kerak, tashqariga qaragan bo'lish kerak. Qaysi? Mana bu uyni. Mana xona. Binoga qaragan bo'lish kerak. Uni derazasi bilan buni derazasi bir-biriga qaragan bo'lish kerak. Mana bu yerda ko'rsatilgan. Polni obzor bo'lyapti. Boyaga masofa saqlash, uyda ko'rinmaslik degan joylari hech kim inobatga olmagan ruxsatnomalarda. Agar chunki shenka qonunlari bilan, qoidalar bilan qurilmagan. Yuzaki hujjatlar qilingan, tegini asoslari yo'q. Sizlar uylaringiz ham shu proyektga kirib ketyaptimi? Uylarimiz qizil chiziqqa bosh rejaning ichiga kiritilgan, barcha tashkilotlar tomonidan kelishilgan. Uyni chegaralari degan joyda qurilish obyektini chegarasi ekspertizada ko'rsatib o'tib ketiladi. Qurilish obyekti nima bilan chegaralangan deganda, hamma yoqda ko'p qavatli uylar bilan chegaralanganligi yozilgan. Hech qaysi bir hujjatda bu yoqda jiloy hovli borligi ko'rsatib o'tilmagan. Chunki quruvchiga qulay bo'lgan proyektchi bilan kelishilganda bizning uylarimiz, bizning ruxsatimizsiz ko'p qavatli tarzida chizilgani uchun demak, bizning uylarimizga hovli sifatida baho berilmagan. Xususiy mulkdorlar sifatida baho berilmagan. Faqatgina ko'p qavatli uy sifatida baho berilganda, ularning orasidagi rastayangi bilan masofalar mazmunan hujjatlarda, qog'ozlardagina ko'rib chiqilgan xolos. Hatto o'sha qurilish tashkilotlari o'tirgan joyda Google xaritalarini shunday 2 daqiqagagina internet bilan ochib turib, shunday qarasa, shu yerda hovli turganini ko'rishadi-yu. Nahotki shuni hujjatlarni tasdiqlayotganda, mayli shunchalik band tashkilotlar bo'lsa ham, bitta kelib qurilishni o'rganishga vaqti yetmayotgan bo'lsa ham, hatto bu ularning asosiy vazifasi hisoblanadi, kelib joyda o'rganib ketish. O'tirgan kabinetida ham ko'rishga erinishdimikan shu narsani? Nahotki biz hovlilarimizdan hovli sifatida foydalana olmasak, nahot biz faqat parda tutib yashashga majbur bo'lsak, hovli yuzidan foydalana olmasak, nimaga bo'lmasa biz yer soliqlarini to'lab yuribmiz? Nimaga bo'lmasa hovli joy qildik? Balki bo'lmasa kvartira sotib olishimiz kerak edi. Nahot bitta to'rtta daraxtimizni olib tagini soyasida o'tira olmasak. Faqat tomosha bo'lish kerak, biz faqat ayvon qilib bekitish yo'llarini o'ylashimiz kerak, farzandlarimizni panaga qilib. Kechqurunlari uyimizda svetimizni yoqa olmaymiz. Uyda o'tirgan xonamizni svetini yoqsak, mana bu uyda yashovchilar tomosha qiladi. Hali bu bitta uy. Mana bizga ko'rinib turadigan hovlimizga mana bitta uy. Mana bular agar tushsa, biza umuman bu yoqda yashashimiz imkoniyati bo'lmaydi. Bundan tashqari bu yoqda 9-12 hali plan davomida mana bu yoqdan ikkita 7 qavat ham tushirilyapti, rejada bor. Bu 2 qavat reja, 2 qavat yana 2 dona, yana bu yoqdan 7 qavat endi tushirilishi mana G tomonda ham uy-joylar qurilishni rejalashtirib, ekspertizaning xulosalarida qurilish chegaralari, obyekt maydoni deganda hamma yog'idan ko'p qavatli uyni ko'rsatishgan. 5 qavatli uylar deyishgan, tamom. Mnogoэтажка, пятиэтажный, малоэтажки deb ketilgan. Малоэтажки, пятиэтажки deb. Lekin bu yoqda ham mana ko'rib turibsizlar, qo'shnining hovlisi-yu, G tomon ham hovli-ku, bizlar ham hovli-ku. Mayli u yoq domdir, bu yoq domdir. Bizlar hovli-ku. Bularning 7 qavati narigi ko'chaning ichigacha, hovlilarning ichigacha ko'rinadi-ku. Nimaga bu narsalar inobatga olinmagan, qurilishga ruxsat berilganda? Hozir aytishyapti, ilgari bir jarlik bo'lgan.
uni axlatdan to'ldirilgan deyishadi. bo'yicha endi bizlar uni hech narsasini bilmaymiz. Ya'ni yo'q, demoqchimanki, hozir bu yerda turib bir nima deyish qiyin. Bu kishilar tuprog'i musor edi desa, bu kishilar tuproq dedi. Mana qo'llarda xulosasi bor. Geologiya xulosasi bor. Tuproq bo'yicha hamma xulosasi olingan. Agar xulosa bo'lmaydi deydigan assalomu alaykum yozirib olaman. Mana necha yildan beri yashayman, fuqarolarimiz, mana mahalla fuqarolar. Biladi bu yoq jarlik edi, qumsoy mayli. edi. Opajon, musorni chiqarib tashlab, yangidan tuproq qo'yib, geologiya xulosasini olib, qurilish davom ettiryapti. Keyin qum Agar ustiga tuproq opajon, agar e'tirozingiz bo'lsa, mana geologiyaga bitta ariza bering, olib kelingda tuprog'in tarkibini olib turib, mana seni tuprog'ing haqiqatan mana shunaqa tuproq ekan deb turib, asoslab ko'rsating. Unaqa siz gapirmang. Bu masalan siz og'zaki gapir. Bu 12 qavatli. Men qog'ozga ishonaman, sizning gapingizga ishonmayman. Ruxsat beryapsizlar, ha? Qurish mumkin-a? Siz ham ruxsat beryapsiz, ha? Siz ham ruxsat beryapsiz. Hamma shaharsozlik hujjatlari to'g'ri bo'lsa, bizlar e'tiroz qila olmaymiz. Savollar ko'p, ammo yechim hali ham topilmayapti. Quruvchi hujjatlari to'g'riligini, qo'shnilar rozilik bermaganliklarini iddao qilishmoqda. Balki lavha efir yuzini ko'rgach, viloyatdagi, respublikadagi mas'ullar murojaatchilar masalasini jiddiyroq o'rganib chiqib, ijobiy yechim topishga harakat qilishar. Bu mavzuga yana qaytamiz. Uz Murojaat TV, Chingiz Norqulov, Rustam Ragimov, Samarqand.